Qanaqa Koreyaga kelgansiz? Так, давайте сперва начнем с того, что я представлю себя. Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz tanishtiruv qilamiz. O'zimiz studentlarimiz ham ko'payotganligi sababli bugun bizlarda qisqacha tanishuv reelsi bo'ladi. Меня зовут Safinoza, yoshim 20 da. Koreyaga 2022-yilda, ya'ni til kursiga birinchi bo'lib kirib kelganman. Va u til kursida 8 oy davomida o'qib, 3 kun olganimdan keyin shu sizlar ko'rib turgan hozir bizani BFS ga, ya'ni Busan Vego Texakyoga birinchi semestrga kirib kelganman. Xo'p, meni istoriyaim juda ham qiziqarli boshlangan. Nimaga koreys tiliga qanaqa qilib qiziqishim bo'lgan? Birinchi bo'lib bu narsani menga K-pop ham K-drama meni juda ham qiziqtirib, meni bu olamga olib kirgan. Koreyaga kelishimdan oldin shuni maqsad qo'ydim, ya'ni biznes administrativiyani koreys tilida o'qish. Ya'ni koreys tilida bu Kyongyong Hakko deyiladi. Hozirda men ikkinchi kursni, ikkinchi semestriman. Kyongyong Hakko meni asosiy majorim, ikkinchi spetsializatsiyam meni fransuz tili. Ya'ni bizning universitetda shunaqa imkoniyatlar bor, to что fakultetlarni xohlasanglar, o'zingizlarni birorta o'rganmoqchi bo'lgan tilingizga ulasanglar bo'ladi. Hozirda Koreyada ro'mollilar uchun va muslimalar uchun qanday qarashadi degan savollar ham juda ham ko'p kelyapti. Ofisda, ya'ni ikkita universitetimizdan va chet elliklar uchun sentrda ishlayman, ya'ni переводчик bo'lib. Va u sentrda ham men ro'molda, ya'ni bilishlar mumkin, что meni hech qachon собеседованияda nimaga ro'mol yechmaysan, musulmonmisan yo'qmisan deb savol berishmaydi. Nimagaki hamma dinni hurmat qilishadi va menda shu paytgacha hali biror marta ham problema bo'lmagan. Shuning uchun можете не переживать.